Bo'pti, yaxshi qo'l. Yaxshi ishlab keling, qarzdorlar sultoni. Qanaqa? Siz tengdoshlaringizdan ancha kech uylangansiz. Xotinni oldida o'tirishga qarshisiz. Ko'pchilik to'ydan qarz bilan chiqdimsa, men pulni tushungan ekanman. Davay, men aga qarayman. Alo. Aga qaragandan ko'ra menga qarang. Qarzlaringiz ko'payib ketyapti. Tezroq uyga keling. Voy, nima qilyapsan? Qarzimni to'lashga ketdim. Davayda bitta hisob-kitob qilaylik-da, men qancha muddat uyga bir vaqtlik kelishim kerak? Birinchi sinfdoshingiz qachon uylangan? 21, Siz necha yoshingizda uylandingiz? 26, 26. 26 dan 21 da ayrisi necha qolyapti? 5 yil. Ana 5 yil siz ularga nisbatan 5 yil voqliroq kelib uyda o'tirishga qarshisiz. 5 yil sen bilan kashtat ekanmanmi uyda? Alo. Qarz undiruv bo'limidan soat 6 da uyda bo'lishingiz kerak edi. Soatga qarang-chi, necha bo'ldi? Qayerga ketding? Qarz to'lashga ketyapman. Mitdan telefon bo'ldi. Namuncha xursandsiz? Do'konimizga Biron Gold smichkasidan zakaz qildim. Biz O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor. Shunaqa hamyonbop narxi zo'r foyda qo'layotgan. Tam ham dahshat. Bitta shunga xursand emasdirsiz? To'g'ri, to'yimiz bo'lganiga qancha bo'ldi? 5 yil. 5 yil. Ana qarzimdan qutuldim. Ana endi o'g'illarni davrasiga qo'shilaman. Agar qo'shsa, Yo'q, siz hali qarzingizdan qutulganingiz yo'q. qanaqasiga? Bu qarzni vaqtida to'lamasangiz penya tug'adi. Sizga ham 2 yil qarzingiz bor. Ha, biror bir e'tirozingiz yo'qmi? Yo'q. Vaqtiga uylanish kerak ekanda faqat.